Men sizga bitta mashina sovg'a qilaman. Yo'q, Do'stlar, Ramazon munosabati bilan shu bolaga ehson qilmoqchiman. Hammalaringiz bilan birgalikda. 1 minut ushlang shu yoqqa. Keling. Qanaysiz? Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Ravshan. Ravshan? Mehnatda, yakshanba kuni. Har kun mehnat. Gap yo'q, adish. Necha yoshsiz? Hamma yakshanba dam olibdi-ku. Onangiz, otangiz borlarmi? Borlar. Hozir ishingiz tugaydimi shundan keyin yoki yana ishlaysizmi? 8-9 gacha ishlaysiz. Bir kunga qancha topasiz? Shu 4 soat ishlasam 100 ming, 120 ming. Men sizga shu bugungi ishlaganingizni bersam, siz borsangiz uyga, onangiz bilan endi onani saniki meniki bo'lmaydi, begonasi bo'lmaydi. Onangiz bilan bugun o'tirib, bir chaqchaq qilib o'tirsangiz, o'shani ajri menga ham tegsada. Ana buni oling ana. Men sababchi Xudodan emas. Men hech kimman. Turaman o'zi nima uchunligini. Oling, men sizga tushuntiraman. Bitta narsa qilamiz. Men sizga bitta mashina sovg'a qilaman. Yo'q, Ha, mashina pодарок qilaman bitta. Yo'q. Rostdan. Qo'ymang, oling. Men sizga mashina beraman bitta. Eshiting meni, eshiting. Men hech qanaqa reklama bunaqa oladigan bloger emasman. Men biznesmenman. Sizga bitta mashina sovg'a qilaman. Men emas. Ana hamma Instagramga agar shu bachaga ana sababchi bo'ling hayotini o'zgarishiga desa odamlar, qo'lingizni qo'llab qolsa, kim qayerdagidir, masalan, masxarabozlarni qo'llab-quvvatlab 300 ming, 400 ming like bo'lsa-ku, ha? Shuni sizga bo'lsa, agar hamma qo'shilib, O'zbekiston har bir bosgan inson hayotining o'zgarishiga sababchi bo'lish hissasi bo'ladi. Like-ga, kommentariyga, bir-birovga yuborganiga birlashib, birta insonning taqdirini o'zgartirish mumkinligini ko'rsatmoqchiman-da. O'zbek agar birlashsa, odamlar birlashsa, qanaqa kuch ekanligimizni mendan emas, hammamizning ortimizdan. Ana shu videoga kim like bosadi, kommentariy yozadi, bir-biriga yuboradi, o'sha shu ehsonga deymizmi, shu narsaga hamma hissasini qo'shganday bo'ladi. Sizga keyin men o'sha narsani topshiraman. Nomeringizni berasiz menga, men sizga mashina beraman. Tashakkur. Gazmi? Tamam. Bu keyin ishni almashtirib, o'qishni bu gazni bo'lsa, men dальше sizga ham qarashaman, bo'ladimi? Tamam. 99lik. Ana shu mening nomerim. Gabi, adish. Birinchi marta bo'ldi bu hayotimda. Biron kishi bunaqa qilmaganmi oldi? Chivi beradi 2000, 3000 shularga ham rahmat deb o'tiramiz, lekin bunaqa siz podдержкада birinchi marta ko'ryapman. Adish. Sizda qalar ko'paysin. Adish, gazni bo'lsin. Mayli, sog' bo'ling.